Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimi, sog' salomatmi? Hurmatli obunachilar, men bitta niyat qilib qo'ygandim, ya'ni YouTube kanalimda obunachilarim soni 1000 tadan oshadigan bo'lsa, bitta mashina qo'ymoqchi edim, to'g'risi sovrinli o'yin. Hozir nasib bo'lsa, bir haftalarda bu loyihamizni ishga tushirmoqchimiz. Ya'ni bir haftadan keyin start beramiz loyihamizga. Hozir o'shanga sizlarni fikrlaringizni bilmoqchi edim. To'g'risini aytaman, hozir obunachilar soni endi 1000 tadan oshdi, hali uncha rivojlanmagan kanal, YouTube kanalim, endi поддержка qilasizlar degan umiddaman. Biletlar narxini 150 ming to'pladik. Ya'ni o'yinimiz avgustda bo'lib o'tadi. Yani aytishingiz mumkin, buncha uzoq muddat deb. Hozir aytgandek, obunachilar soni kam. Endi поддержка qilsangiz, biletlar qancha erta sotilsa, o'yinni tez boshlaymiz. Nasib bo'lsa, bu yog'i поддержка qilib qo'ysangiz